Konteyner profil. Mana bunisi yangi profil. Qalinligini o'lchang. Necha chiqyapti? 1.8. 1.8 konteyner profilimiz. 1.8. 1.8 mi? 1.8. Endi hozir shu nechkilarni ko'taradi, sizlarga ko'rsatib o'tib beramiz. Ya'ni bu yerda qaysidir profilni yomonlash niyatimiz yo'q. Bir xil qalinlikdagi profil, ya'ni qaysi biri ko'proq ko'tarib turadi. Tashlanglar. Usta aka, buni nechkilar buni nimasi? Bir donasi. 22 kilodan. 22 kilodan ketdi mana 1. Yigirma 27'da 28'da ehtiyot olasizlar. 28'da 29'da ikkalasi ham ketdi. Ko'ryapsizlar, konteyner profil, yangi profil, ikkalasi ham o'sha 29'da ikkalasi ham bukilib ketdi. Bir xil qalinlikda. Nima deysiz? Do'stlikda g'alaba qozondi. Ya'ni konteyner profili bilan yangi profilda baquvvatlik. Kimga shunaqangi yangi profillar kerak bo'lsa, do'kondan sota olaverasizlar. Konteyner profillar kerak bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqarish sexiga yetib kelganmiz. Bu yerda 4 ga 4, 6 ga 4, undan tashqari kapalak, SP va S profillarda ishlab chiqaradi. Va albatta naves uchun, tom yopish uchun, teplitsa uchun profillar pastda nomerlarni qoldirib qo'yganmiz. Aloqaga chiqing.